Bugun olib boradigan joyingiz bor, Nima sizda. esimda bo'lmas ekan, nima esimda bo'lmaydi. Qaynopa. Opa? Nima qo'z bitdi? Shunaqa, bilmay qolasan, uka kelganim. Qiz bola uydan ketgandan keyin uyda qo'riqchida yurar ekan. Yurib keling. Yo'q, opajon. Yo'q, o'zim. Voy, o siz ketgansiz, yuring. Mana, qanaqa chaqirchasiz hozir? Qo'yur. Uka, oldinga bir iltimos bilan keluvdim-da. Pochcham ishlari uyushmayaptimi? Voy, ichim sana, bilganingni qara, uka. Xullas, xabaring bor. Pochchalar obodonlashtirishda ishlaydilar. Ana o'tlarni o'raman deb o'rta barmog'ini o'rvobdilar-da. Nima bu, dori-darmon kerakmi? Voy, yo'q, baraka topsin. Davlatimiz to'lab berdilar. Faqat doktorlar sal havo alishtirishingiz kerak, shunga Turkiyagami, Antaliyagami, dengiz bo'yiga borib aylanib kelinglar-da, shunga pochchani olib bir chet ellarda sayr qilib kelmoqchiman. Shunga kechmay kunimiz berib turgan. Qarab borasizmi? Hozir opa. Qara bor, ha. Yana pul so'rab kelibdilarmi opangizlar? Ha, rosayin rechinaga deyaptilar-ku. Siz menga bagim olib berishingiz kerak, bilasizmi? Biz hozir do'konga borishimiz kerak. Ha, demak yopiladi u do'kon. Bo'pti, boramiz mana. Rechinaga pochchani mazasi yo'q ekan, jigarim nima qilayman hozir? Doim shunaqa qiladilar. Ertaga meni gapim, olib bermasangiz o'rtalarni olib yalib qolaman mana. Hozir borib kelamizmi? Ha? Yur, ketdik, yur. Hozir borib kelamiz. Suv ichmoqchi. Bo'ldi, bemalol. Opanaqa, biz hozir shundan keliniz bilan borib keladigan joyimiz chiqib qoldi. Yarim soatda qaytib kelamiz, xo'p? Qozonda ovqat bor, opajon. Yuring. Ukam rosa o'zgargan. Yoshligimizda qanaqa mehribonlik. Men bilan rosa 99 dollar kasb ketdi. Qanday ham oling, opam 69 dollar ekan. Opangiz paxta guli idishlar juda ham ko'p. Bunga hozir pulimiz yetmaydi. Mashlar olashimsa, ol xalas. Kelin, Abi opajon. ukam bugun olib bergan bagima shumidi? Yo'q, bo'lmas. Voy. Voy, ular tushib ketdi-ya. Opa? Joy kelin, ukamni tashlab ketmang. Joy kelin. O'tni so'rayman. Boshqa kelmayman uylarga. Tushunmadim. Uka, xotining hozir uyga yana qaytib kelsangiz, ukangiz bilan ajrashaman dedi. Yo'q, faqat xotiningga tegma, uka. Nima deyapti? Nima xor bo'lib yotibsiz, turing. Sen bilasanmi? Meni opam 7-sinfimda kalta yeganimda ham bunchaga xo'rlanmaganlar. Jinimisan, 8-sinfingda bo'lgan. Mayli, siz shoshmay turing. Men siz uchun bunaqalarni 10 tasidan voz kechib olaman. Gandaminda. Men senga ko'rsatib qo'yaman. Uka, begona bahor qilma, uka. Yurnalimda sen Bahor Rozi bolasi. Men aytdim, men bilaman. Bo'ldi, hop deb tur. Hozir ketadi, u to'laman, ketadi, bo'ldi, kim turib. O'tirganda kichkina ko'rinyapmanmi?